Bir kun boshliq bo'lib qolganingizda nima qilardingiz? Bir kun boshliq bo'lganimda o'zim bilardim. Ля ты крыса! Bir kun boshliq bo'lib qolganingizda klinikada nima qilardingiz? Maza qilib uxlardim. Chunki bemorlar ko'p, charchayapman. Zo'r savol. Imkoniyatdan foydalanib, barcha ayollarni hammasini yig'ishtirib xodimlarimni sayohatga olib borardim. Qishloq tinchlik, sokin, asablaringiz dam oladi. Mazza. O'sha kun dam olardim. Yotardim maza qilib. Ey! Oting nima edi? Ey Jonibek tur o'rningdan. Bir kun boshliq bo'lib qolganingizda nima qilardingiz? Hammani oyligini oshirib, ishdan chiqib ketardim. Bir kun boshliq bo'lib qolganimda mazza qilib yashab olardim dedi. Ye. Buning balangi bu. Eng yaxshi ishlagan xodimga iPhone 17 sovg'a qilgan bo'lardim. Ayol makridan falak hayrondir. Kechgacha bekor o'tirmasdan navbatdan har kuni soat 3 da uyiga ketib, bittadan xamirini qilib, kirini yuvib oladi, ertasi kuni boshqasi erta ketib ishini qilishga javob bergan bo'lardim. Judayam hadlardan oshib ketishyapti.